Mahallami bu? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ne chaqirtirdinglar meni? Kelinim jalba qildimi darrov borib? Men u qizni kelin qilmayman. Qayda bordim uyga? Voy qizim, qovuringizdan tushing. Bitta keliniz ekan, ikkita donadek bolasi bor ekan. Qanaqa haydaysiz? Yoqmaydi dedimmi, yoqmaydi. Ajrashtirib yuborganman. Kecha yuki bilan jo'natib yuborganman. Bo'linglar ajrimini qilib beringlar, mahallada bo'shga chaqirtiribdi meni. Meni mahallaga bergan qiz. Voy tavba bolam. Bu hayot onson emas. Ikkita bolasi bilan mundoq ketqizib shu uyga. Sizni donadek o'g'lingiz bittagina, ikkita navarangiz, o'zingiz boqqansiz. Qanaqa qilib jo'natib yuborasiz? Voy aytmoqchi. Xudo tomon kelib, men bilan juda chiroyli gaplashib ketishdi. Ajratish niyati yo'q ekan. Indinga tug'ilgan kuningiz ekan sizni. Tog'oralar qilib, tilla zirga tilla uzuli olib kelisharmish. Voy, opa rostdanmi? Boshida shu gapdan qochmaysizmi gapni? Kelisharkanmi, ertaga shartta qizimni olib ketaman uyga. Baraka toping. Voy insof bersin, shu qaynanaga. Yarashtirish yo'lini topdimi?